Assalomu alaykum do'stlar. Siz Kinotimedasiz va bu Shamolni bo'ysundirgan bola filmi. Chekka qishloqlik oddiy bolakay o'qigan kitoblardagi bilimlarni ishga solgan holda shamol tegirmonini yasab, qishloqdoshlarini ochlikdan o'lishdan saqlab qoldi. Real voqealarga asoslangan film tomoshabinlarni 2001-yilga Janubiy Afrikaning Malawi respublikasiga olib o'tadi. Bosh qahramon William otasi Trevor bilan dalada mehnat qilmoqda. Kutilmaganda otasining akasi hushidan ketib yiqiladi. Ruhoniy marosim vaqtida marhum va uning bolalari haqida gapiradi. Aynan ular qishloq xo'jaligi ishlarida uning ishini davom ettirishardi. Marosimni yomg'ir chaqirgani kelgan shamanlar bo'lishadi. Biroq bularni ko'rinishidan kelgan yomg'ir ham qaytib ketishi aniq edi. Saluti bolakay uyda magnitofonni tuzatib o'tiradi. Otasi bilan suhbat vaqtida William mahalladoshlari orasida texnikaga tushunadigan yagona odam ekanligi ma'lum bo'ladi. Buzilgan uskunalarni unga topshirishardi. Bunga qaramasdan otasi uni tomni tekshirib ko'rishga jo'natadi. Bu vaqtda ota-onasi unga sovg'a tayyorlashadi. Ishini tugatgan William yuvinish uchun quduqdan suv oladi. U yangi maktab formasidan xursand bo'ladi va nonushtadan so'ng o'qishga boradi. Otasi esa o'g'it olish uchun shaharga jo'naydi va siyosiy mitinglarga guvoh bo'ladi. Uyga qaytayotib xotini va qizini uchratadi. Ular savatlarni velikka joylayotgan vaqtda yonginalardan Williamning opachasi yoqtirib qolgan o'qituvchi o'tib ketadi. O'qituvchi davomatga kechikayotgan edi. Yig'ilgan o'quvchilar oldida nutqqa chiqqan direktor esa bolalarga bilim olish qanchalik muhim ekanligini tushuntiradi. Nutq vaqtida yomg'ir yog'ishni boshlaydi va o'quvchilar tezda sinflarga kirishadi. Darslardan so'ng William o'qituvchisiga opachasi berib yuborgan konvertni beradi. Bu uning univerga kirishida yordam berishi uchun to'lanadigan haq edi. Ma'lum bo'lishicha, otasi hali uning o'qishi uchun qolgan pulni bermagan va agar to'lov qilinmasa, uni keyingi darslarga kirgizishmasdi. Uyga kelgan William ukasi va otasi bilan yomg'ir ostida qo'llaridagi tayoq bilan yerni urib chiqishadi. Bu suv tuproq ustida qolmasdan uning ostiga kirishi uchun kerak edi. Shu sabab u nazorat ishini kunduzi qilishga ulgurmaydi. Lampani yoqishga esa onasi ruxsat bermaydi. Darslardan so'ng William qabila boshlig'ining o'g'li bo'lmish do'sti bilan axlatxonaga borib, foydali narsalarni izlashni boshlaydi. Uyga qaytgan bolalar qabila aholisi majlisiga kirishadi. Tamaki kompaniyasi erkaklarga daraxt kesish ishini taklif qilayotgandi. Biroq daraxtlarning nobud bo'lishi kuchli yog'ingarchilik paytida ekinlarni suv bosishiga sabab bo'lardi. Bu esa o'z o'rnida qabila aholisini ochlikka mahkum qilardi. Shu sabab kompaniyaga rad javobini bermoqchi bo'lishadi. Biroq pulga muhtoj bo'lgan faqir odamlar birin-ketin qabiladoshiga qarshi chiqib shartnomaga qo'l qo'yishadi. Shunday odamlardan biri Trevorning jiyani bo'lib chiqdi. Bo'sh vaqtida qushlar uchun qopqon qo'ygan William o'rmonni kesishayotganliklariga guvoh bo'ladi. Ushlangan o'lja katta bolalar radio tinglaydigan klubga to'lov bo'ladi. Biroq radio qo'yilishidan oldin uning batareykasi o'tiradi. William magnitofondagi akkumulyatorni olib kelish uchun uyga ketadi. Fizik bilimlarini ishga solgan bolakay batareykalardan quvvat manbaini yasaydi. Radio orqali AQShning savdo markaziga kelib urilgan samolyotlar haqida xabar qilishadi. Biroq afrikalik yoshlarga buning qizig'i yo'q edi. Ularga o'yin-kulgu kerak edi. Uyga qaytayotgan do'stlar Williamning opachasi o'qituvchi bilan shimishchayotganligini ko'rib qolishadi. Bolakay do'stlardan bu haqida hech kimga aytmaslikni so'raydi. Ertasi kuni navbatdagi axlat titish vaqtida do'sti o'qituvchilarning veligini buzishni taklif qiladi. U piyoda qatnashi ancha muammoli bo'lardi. Biroq William buning o'rniga tunda o'qiy olishi uchun undagi fonarikni o'g'irlaydi. Uning e'tiborini harakat vaqtida elektr quvvatini ishlab chiquvchi dinamo qurilmasi o'ziga tortadi. Buni ko'rgan yigitchaning miyasidagi lampochka ham yonadi. Tunda William ota-onasi uning maktabiga to'lashga pullari yo'q ekanligi haqida gaplashib o'tirganliklarini eshitib qoladi. Ertasi kuni tongda u va ota-onasi pul to'la olmagan yana bir qancha o'quvchilarni uylariga jo'natib yuborishadi. Otasi tejab qolingan pullarni jiyani tamakichilarga sotib olgan yerlarini qaytarib olish uchun sarflamoqchi bo'ladi. Trevor tanishidan yordam so'raydi, biroq u bundan bosh tortadi. Qo'shimchasiga 11-sentyabr kungi terroristlar hujumi sabab xalqaro savdolar to'xtab qolgan. Mamlakatda esa ochlik boshlangandi. William darsga borish o'rniga axlatxonada izg'iydi. U ikkita akkumulyatordan bitta akkumulyator yasaydi, biroq uni quvvatlantirish uchun elektr quvvati kerak edi. Maktab formasini kiyib olgach, darsga yashirincha kirib oladi. Bundan so'ng o'qituvchidan velikdagi dinamo qurilmasi haqida so'raydi. Uning ishlash prinsipini bilish uchun Williamga kutubxonadagi kitoblar kerak edi, biroq unda bunga ruxsat yo'qligi sabab ularni ola olmasdi. Biroq ustozi opasi bilan uchrashib yurganligini bilishini aytib shantaj qilgan yigitcha ustozini unga yordam berishga ko'ndiradi. U William har zamonda bu yerga kelib kitob o'qiy olishi uchun kutubxonachi bilan kelishib oladi. Uning qo'liga shamol elektrogeneratorlari haqidagi kitob tushganidan so'ng William sekin-asta reja tuzishni boshlaydi. Prezidentning tashrifi vaqtida qabila boshlig'i undan himmat ko'rsatishini so'rab nutq so'zlaydi. Biroq bunday muammolarni eshitishni istamagan prezident
tansoqchilarga oqsoqolning jag'ini yopishni buyuradi. Qabila boshlig'ini sahnadan olib ketishgach, na oila a'zolari va na do'stlarini oldiga qo'yishmaydi. William do'sti bilan sahna ortidan aylanib o'tishadi va prezident tansoqchilari qabila boshlig'ini kaltaklayotganliklarini ko'radi. Ular unga yordamga oshiqishadi. Shu onda shahar aholisi ham bosh ko'taradi. Xalq sarosimaga tusha boshlaydi. Tansoqchilar havoga o'q uzishadi, prezidentni olib ketishadi. Hukumatdan yordam kutish befoyda ekanligini tushungan aholi kundalik ishlarni qilishda davom etishadi. Biroq yig'ilgan hosil bor yo'g'i bir necha oyga yetardi xolos. Travel hatto tomdagi temir shifrlarni sotib, uning o'rnini o'tlar bilan yopishga majbur bo'ladi. Bozorda hukumat qishloqdagi oziq-ovqat taqchilligini inkor qilganligini eshitishadi. Qo'shimchasiga tovarlar yetishmovchiligi sabab narx-navo ko'tarilishni boshlaydi. Nima qilishni bilmay qolgan Travel pozitsionerlar bilan birga mitingga jo'naydi. William esa kitob o'qishni davom etadi. U nasosni quvvatlantiruvchi shamol generatorini yasamoqchi edi. Agar bu amalga oshsa, qishloq aholisi qurg'oqchilikdan qutulib, zaxira ozuqalari tugaguncha yangi ekinlarni ekib olishga ulgurishardi. Biroq buning uchun unga o'qituvchisining yordami kerak edi. Ammo bu vaqtda u uning opasiga birga shaharga qochib ketib, turmush qurishni taklif qilayotgandi. Bu yerda baribir ham na ish va na kelajak bor. Bu oralikda qishloqqa sotish uchun don keltirishadi. Mahalliy aholi don uchun kurashishni boshlaydi. Shu orada erkaklar Williamning uyini o'marib ketishadi. O'g'rilar barcha hosilni olib ketishdi. Bu vaqtda navbatda turgan William ikkita yuk mashinasidagi don barchaga yetmasligini tushunadi. U bir amallab navbatning oldiga o'tib olishni uddalaydi. O'ziga tegishlisini olgan yigitcha askarlar ularni ombordan chiqarib yuborishlarini kutadi. Tashqarida esa donni qanday bo'lsa ham tortib olishga tayyor bo'lgan och odamlar turgandi. William boshqa eshikdan chiqish haqida o'ylab qoladi. Buning uchun temir to'siqlarni buzishlarga to'g'ri keladi. Uyda qaytib kelgan otasi bilan qancha pullari qolganligini hisoblashadi. Endilikda kamarni qattiqroq tortib, kuniga bir marta ovqatlanishga to'g'ri kelayotgandi. Suhbat mojaroga aylanadi. Qiz otasi shunday og'ir damda mitingga ketishidan norozi bo'ladi. Biroq onasi uni bir amallab tinchlantiradi. Og'ir damlar keldi. Travel yomg'ir yog'ishini iltijo qilgan holda kundalik dala ishlarini davom etishga majbur bo'ladi. Williamga 2 ovqat berishni man qilishganda u opasidan ustozi bilan gaplashib, generator uchun o'zi topolmaydigan dinamasini topib berishini iltimos qiladi. Qiz esa oilasiga yuk bo'lmasligi uchun uning shaharga ketish taklifini qabul qiladi. Biroq Velikdagi dinamani ukasiga olib keladi. Buni amalga oshirish uchun yigitchaning ota-onasi yopilayotgan maktab direktoridan Williamni kutubxonaga kirgizishni so'rashadi. U mahalliy yoshlarni tajriba uchun tanlab oladi va dinamo mashinasi elektr quvvatini ishlab chiqarishiga ishonch hosil qilishmoqchi bo'lishadi. Ular qo'lbola parrak yordamida magnitofonni ishlatishni uddalashadi. Birinchi yutuqlardan ruhlangan yoshlar to'laqonli shamol generatorini yasashga kirishishadi. Modelni otasiga ko'rsatgan William sug'orish nasosini quvvatlantirish rejasi haqida aytadi. Biroq buning o'xshashi uchun unga otasining veligi kerak edi, ammo jarayon davomida u yaroqsiz holga kelardi. O'g'lining bu fikri otasiga yoqmaydi. U eskichasiga qo'llari bilan mehnat qilishga o'rgangandi. Uni bu ish uchun veligini qurbon qilishga ko'ndirishga urinish esa holatni yanada yomonlashtiradi. O'g'liga qichqirishni boshlagan ota bema'ni gaplardan ko'ra dalani ketmonlab chiqishni buyuradi. William generator qurish orzusidan voz kechmaydi. U hatto katta bolalarni otasining veligini tortib olishga ko'ndiradi. Biroq Travel ularni qo'rqitadi va jo'jachalar hech nimasiz ketishadi. Ular Williamni holat bu yerdagidan yaxshiroq bo'lishi mumkin bo'lgan shimolga olib ketmoqchi bo'lishadi. Biroq u allaqachon qizlardan ayrilgan ota-onasi va oilasini tashlab ketishdan bosh tortadi. Travel bu haqida xotiniga aytib beradi. U esa bunga javoban erini omadsizlikda ayblaydi. Qurilish uchun kerakli jihozlarni yig'gan William kuchuk ochlikdan o'lganligini ko'rib qoladi va sodiq do'stining jasadi ustida yig'laydi. Yigitcha kuchugini dafn qilayotganda uni otasi ko'rib qoladi. Ular generatorning nimalar qila olishi haqida gaplashishadi. Endi yo'qotadigan hech nimalari yo'qligini tushungan ota veligini qismlarga bo'lishga rozi bo'ladi. William texnik tomondan ancha qiyin bo'lgan uskuna ustida ishlayotganda qishloq aholisi daraxtlarni kesib, qurilajak tegirmon uchun qarqas tayyorlashadi. Ko'p o'tmay loyiha bitkaziladi. Parrak o'rnatildi. Quvurlar quduqqa joylandi. Nasos ulandi. Yigitcha so'nggi simlarni ulash uchun dinamo oldiga chiqadi. Shamol parrakni aylantirishni boshlaydi. Orzularni amalga oshirgan qishloq aholisi umid bilan pastdan unga qarab turishadi. Pastga tushgan William akkumulyatorni quvvatga qo'yadi. Mo'jizani kutishdan charchagan aholi maydonda ishlashga jo'nashganda nasos ishga tushib, truba bo'ylab suvni haydaydi. Baxtiyor muhandisni ko'zlariga yosh kelgan otasi quchoqlaydi. Qolganlar ekish uchun donni olib kelgani chopgan vaqtda fermerlar dalani ekinga tayyorlashadi. Ko'p o'tmay ilk yashil kurtaklar bo'y ko'rsatadi. G'alati kiyim kiygan shamanlar quyosh botar chog'ida qishloqdan ketishadi. Texnik bilimlar g'olib chiqqan joyda
ortiq ularga o'rin yo'q edi. Bu vaqtda mahalliy aholi qabila boshining tanasini yopishadi. U kaltaklangandan so'ng o'ziga kela olmasdan vafot etgandi. Uilyam hukumat amaldorlari shamol generatorini ko'rmoqchi ekanliklarini aytadi. Unga esa boshqa bir maktabdan o'qishni taklif qilishadi. Biroq yigitcha otasiga yordam berish uchun qolishga qaror qiladi. O'g'lini quchoqlagan ota generator sharofati bilan mehnati yengillashganligini va bemalol o'qishga jo'nashi mumkinligini aytadi. Ketar chog'ida barpo qilgan uskunasi ustiga chiqqan yigitcha ona yurtining sarhadlariga mag'rur nikoh bilan boqadi. Film Uilyamning taqdiri qanday kechganligini ma'lum qiluvchi qisqa ma'lumotlar bilan yakunlanadi. U stipendiyani qo'lga kiritdi, maktabni bitkazdi. Bundan so'ng universitetga kirib, Amerikaga ketib olimlik darajasini oldi. Uning ota-onasi o'g'illarining sharofati bilan elektr muammosini unutgan holda hali ham qishloqlarida yashashmoqda. Opasi o'qituvchiga turmushga chiqdi va bolalari bilan tez-tez ota-onasini ko'rgani kelib turadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.